Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 23-mart haftaning yakshanba kuni. Xudo xolasa ikkita zavodimiz, 4 ta xumdonimiz yonib turibdi. Ishlarni ochirt bilan toshishni davom ettiryapmiz. Zavodimizning manzillari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'i. Hozirgi kunda xom chiqish jarayonlari ham ketyapti. Yangi texnologiya, yangi apparatlarda. Ko'rib turganlaringiz. Birinchi zavodimizdan videolar. Ko'rib turganlaringizda bu 10 mingta yuklanish jarayoni ketyapti. Ishlarimizda razmerlari standart holatda 6, 12, 25. Ranglari ko'rib turganlaringdek atlasli holatda. Shilinlar nihoyatda xudo xolasa baquvvat. Ko'pchilik sho'rni so'raydi, xudo xolasa sho'rlashib bitgani yo'q. Oldindan 5-10% bo'lishi mumkin deyapmiz. Lekin sanoga sinib ketmasligi, bo'linib ketmasligiga unisiga garantiya berilaveradi. Kimga shunday qilishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Ishlarimizni narxlari zavodimizning o'zida 850 so'mdan. Endi ko'pchilik qachon tushadi deyishyapti narxlarni. Endi qachon tushishini bilib bo'lmaydi. Birinchidan gazni narxi oshadi, pulti narxi oshadi deyapti. Hozirgi kunda ishchi kuchi ham narxlari oshishni boshlagan. Endi dunyoning xudo biladi qachon tushishini. Xudo xolasa tushsa narxlarini albatta birinchi videoda ko'rsatib o'tamiz. Kelishilgan masalan kelishib qo'ygan holatda masalan hozir bir xattachalik ochiq bor. Kim o'sha zakaz qilgan bo'lsa birinchi videoda chiqaraman. Narx tushishi bilan qancha tushgan bo'lsa o'shancha tushirib beraman. 1100 kelishib qo'ydik, 1100 to'kamiz degan narsa yo'q. 1000 so'm kelishib qo'ydik, 1000 so'm to'kamiz degan narsa yo'q. Hozirgi kunda o'sha narxlar birday turganini hisobiga birday hozir bir xil narxda to'kilyapti. Narxlar tushib qolsa, inshaalloh tushirib beramiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'linglar.